Yo, nima gap? Sizlar bilan endi ro'ziba. Biz bugun Skyblockning ikkinchi qismini olamiz. Birinchi bo'lib blog yo'q olamiz. O'tgan videoyim ko'p ko'rishyapti-yu, lekin like 3 ta bo'ldi xolos. Obuna bo'lmasangiz ham like bosib qo'ying iltimos. Hech bo'lmasa like'lar ko'paysin. Bo'ldi, boshqa gapiradigan gapim yo'q. Hozir videoni pauza qilib turaman va toshga o'ylab olaman ozgina. O'tgan safargidek tosh yetmay qoldi 12. Yashinga bordik, toshni o'zi ekan. Gapda daraxtimiz o'sib qoldi, yaruyasi bor ekan. Mayli, videoni pauza qilib turaman. Xo'sh, mana men qaytdim. Video 1 minut o'tib qolibdi. Men bu paytda mana shu yerda kattalashtirdim, mana shu zonani. Daraxtimiz sal yonib ketdi, faqat yetib oldim. Sandiq hisob qo'yamiz. Hozir daraxt uchun daraxt olmoqchiman, chunki u 4 ta bo'lsa katta o'sadi. Aytgancha, keyingi videoda agar shu video ko'rasiz va kommentariy yozasiz, qaysidirga boramiz. Qaysi biriga? Masalan, bunga uni ko'rinmayapti. Bu yerda jungle bor ekan. Bu yerda cho'l. Menimcha bular ancha uzoqda yana bor. U yana bitta. Endi qurib boramiz. Bu blok baribir yetmaydi. Lekin oz qoldi. Voy bu qo'lim qo'shilsa ham shemmaslar. Hazillashdim. Lekin gap bo'lib ketdi. Tagini buzib yubordim. Buzib yuboribman. To'g'rilash kerak. Mana to'g'riladim. Bu video ancha ko'rishyapti. Shuning uchun ikkinchi qismini olishga qaror qildim. Buni Lucky Blockli varianti ham bor. Ya'ni atrofda Lucky Block o'xshagan anaqalar bo'ladi, orollar bo'ladi. O'shalardan ko'rsatdim o'tgan videoda. Ikkalasini ham birinchi qismini oldim. Lekin Lucky Blockda ikkinchi qismi ham turibdi. Uni ertaga qo'yaman. Aytgancha short videolar ham qo'yapman. Kanalga obuna bo'ling, videolarga like bosib qo'ying. Iltimos. Ba'zilar arzimagan narsa qilsam obunachilar ko'payib ketadi. Men ham shunday qilaymikin. Videolarni ko'rishlari ularnikidan ko'p, lekin obunachilar kam. Men har doim oddiy video qo'yganlar kanaliga kirsam 6000 tadan oshiq obunachi bo'ladi. Qanaqasi? To'g'ri, men yaqinda boshladim, lekin yaxshi harakat qilyapman. Bor kuchim bilan yaxshi videolar chiqarishga harakat qilyapman. Bitta videoni kamida 100 tadan oshiq odam ko'ryapti. Hatto short videolarni like bosishmasa-da, lekin ko'rishyapti. Xo'sh, bizda necha minut o'tdi? 4 minut. Yaxshi. Ya tushib ket. Yaxshi kepinatlar yoqdim. Muncha chuqur. Bu yer nargidan ancha chuqur ekan.
O'tgan safar zombi terror o'tmish edi. Ona yerda. Kimdir eslasa. Cho'ta meni qonim ochmayapti. Yo'q, yaxshida turdik-ku. Xo'sh, blok qo'yish davom etamiz. Aytgancha hech sizlardan so'ramabman. Sizlar o'ndan necha bergan bo'lardingiz skinimga? To'g'ri, o'zim eslaganman 0 dan. O'tgan safar kanalimda 8 ta obunachi edi. Biz esa juda tez bo'lib 17 ta bo'lib oldik. Lekin addushi bitta videoni o'zidan 17 ta bo'ldi. 11 tadan 17 taga ko'tarilib qolibmiz bir kunda. Qoyil. Aytgancha Omonxon 3 milliondan nishonladi. Kim ko'rdi? Kommentariy yozib ketinglar iltimos. Hech bo'lmasa shuni yozinglar. Kommentariyam bor yo'q bir 10 tacha bo'lsa kerak, hammasini hisoblasa. Har bir videomdan bittadan bo'lsa ham 20 tadan oshiq videom bor. Men ko'rgan youtuberlar hech qaysi shuncha emas. Ko'chat tushdi. Shundan to'rtta kerak. Bu orolda ham loyini olamiz keyinchalik. Shu orolga ekib qo'ysamchi? Ikkita bo'ldi, ha. Yana ikkita, iltimos. Iltimos. Shuni o'rnida qablan bo'lish kerakda. Nima deydi? Ketmonmi, o'roqmi? O'sha narsa zo'rda. Narsalar tez sindirganmi, o'sha mencha ehtimoli katta bo'lsa kerak. Masalaga kattalashtirib qo'ydik. Tugadi. O'zi tugamay qolibdi tepadagi. Kerak yo'q endi. Mana qanaqa. Buni sizlar ham ko'ryapsizlarmi? Olmos. Bugungi videoda shuga boraman. Hozirgi videoda shuning uchun videoni pauza qilib turaman. Chunki video faqat 10 minutlik bo'ladi hamisha bizning kanalda. Xo'sh, bizda ham ro'yapti. Va moblar ham spam bo'lish boshladi. Mana zombi. Aydan bor ekan. Men kirgan singancha o'yladim, ro'yani sinadi hozir. Bir, ikki, uch. Ana qani. Ulardan yarimtalik blok yasaymiz. Endi yapıyorum. İyi. Kambe kılıçtı. Otasını öldürdüm, yine boşkasına çıkıp oldu. Ağlay ekensin. Hayır. Yes, come on, shoot. İyi. 2 metre yoqqaniga chit yonib qolibdi bizda. Bu ana shumidi? Evvel Tix quraman. O'zini balki blok tejiraman. Chunki ikkitalikdan ko'ra bittalik tezroq bo'ladi. Shu bittalik blok bo'lganda mana ketardim. Ana.
deb turib o'sha tez qilsa bo'ladi-da. Lekin afsuski, yarimtalik bulutga tushib ketasiz. Shunisi yomon-da. O'zi bu video necha marta o'ldim? Aytgancha, mana bu bitta bo'lsa ham o'sadi-ku. Bunaqa qo'ysa bo'ladi. Managa sanitolda qo'ysa o'smaydi-da. Anaqa ekan. Tushib ketadi. Qorong'i tushyapti. Qaysidir orada qo'y ko'rdim. Mana shu qora qo'y bor edi shekilli. Xo'sh, 10 minut o'qib qolibdi. Shu qurib borib ko'rsataman-da, kerak. Obunachilar meni xatoimni qaytarmanglar. Chunki menda tosh kerak bo'lgan xolos. Temir topganim yo'q hali. Shuning uchun bu videoda olmos qaziy olmas ekanman. Shuning uchun hammaga xayr.